kecha o'zini maqtanchoqligi ortidan 10 sutkaga qamalgan Asadbek Jumayev haqida demak internetda turli rasmlar tarqatilyapti. Ko'rganlar bo'lsa kerak, mana demak uni bu yerda demak o'sha ma'muriy qamoq jazoni o'tayotgan joydagi supurgi bilan siprayotganligi, mana soch olib tashlangan turli mana bunaqa rasmlar tarqatilyapti. Atayin demak buni oddiy odam tarqata olmaydi. Demak shu yerdagi xizmat qilayotgan odamlar borib rasmga olib tarqatishyapti. Nisbatan biz ham qonunni buzish yo'li bilan uni kamsituvchi munosabat qilyapmiz, ustidan kamsityapmiz, mazax qilyapmiz degan ma'noni anglatadi. Shu boisdan men bunga e'tiroz qildim. Bo'layotgan ish biz uni qonunbuzarlik, qonun ustuvor bo'lmaganligi uchun, tanishlik qilganligi uchun deb turib qonun ustuvor bo'lsin e'tiroz qildi jamoatchilik va u shuning uchun 10 sutkaga qamaldi. Lekin bugun unga nisbatan qilinayotgan ish yana bitta qonunbuzarlik bo'lyapti. Chunki konstitutsiyamiz 26-moddasi aniq yozib qo'yilgan, ya'ni insonning sha'ni va qadr-qimmati daxlsiz deb. Hech narsa ularni kamsitish uchun asos bo'lishi mumkin emas. Inson qadr-qimmatini kamsituvchi muomalaga yoki jazoga duchor etilishi mumkin emas. Mana konstitutsiyada aniq yozib qo'yildi. Bu bola ma'muriy qamoq jazoni o'tayapti, uni rasmga olib, kamsituvchi qilib butun internetda tarqatib sharmanda qilinyapti. O'rtoqlar, bitta insonga ikkita, uchta jazo berish mumkin emas bitta huquqbuzarlik uchun. Ya'ni u yigit boshida o'sha jarima qo'llardi, jarimasini menimcha bekor qilib, endi pulni qaytarib oladi. 10 ga ma'muriy qamoqqa tiqtirildi. U jazo olyapti. Endi uni ma'naviy jazo berishga, ya'ni uni davlatda, jamiyat ichida sharmanda qilishga, rasmlarni olib tarqash hech kimda haqqi yo'q. Mana shu joyga e'tiroz qilyapmiz. Ya'ni davlat xizmatchilari bilishlari kerak. Ular ishlayotgan o'sha ish ortida davlat turganligini bildiradi. Ya'ni davlat har qanday qonunbuzarlikka qarshi qonun yo'li bilan harakat qiladi, kurashadi. Qonunbuzarlikka qarshi qonunbuzarlik yo'li bilan kurashmaydi davlat, harakat qilmaydi. Mana shu prinsip buzilyapti. Shuning uchun депутата Расула Кушурбаева вызвали в РОВД. По словам Кушурбаева, у него изъяли мобильный телефон. Можно найти ближайшие Assalomu alaykum rahmatulloh. Hozirgina avvallari men aytgan bir xalq dushmani bor, g'arbning bir yaloqisi, orqa sevari Rasul Kusherbayev va bular alhamdulillahi robbil alamin asl basharasini Alloh o'zi Qur'onda va'da bergandek munofiqlarni men sizlarga ko'rsataman degandek, bu munofiqlar asl basharasini mana shunaqa sekin-sekin ko'rsatib boshlaydi-da. Ana endi mana shu munofiq rasulni tarafdorlariga bir sizlarga savol. Mana shu konstitutsiya deb bong uradi, ha? Sizlarga savol. Hozirgi kunda mana utilizatsiya degan bir bema'ni aynan konstitutsiyaga zid qaror chiqadi. To'g'rimi? Qarib 500 mingta odam hozirgi kunda daromadsiz qoldi. Eng kamida 80 mingdan ziyod ortiq shofyorlar va ularning oilalari hozirgi kunda daromad manbaidan mahrum bo'ldi. Nima deb o'ylaysizlar? Mana bu pasol bilan uchrashadigan orqa sevar. Nega faqat o'ziga vigidni joyda konstitutsiya deb bong uradi va hozirgi kunda ko'ryapmiz, o'zimizning ichki ishlar xodimlariga faqat xalqni nafratini uyg'otyapti. Mana ko'ringlar. Ayolni yechintirish, xalqni yechintirish degandek gap. Nega endi bir ikkita ahmoq xodimlarni deb butun boshli sistema yoki davlatga bu darajada tahdid bo'lishi kerak? Nimaga? Agar bu daraxat millatini sevayotgan bo'lsa, nimaga chiqib olib turib, "Ey, bu hozirgi utilizatsiya qonuni konstitutsiyaga zid deya olmaydi"? Nimaga? Nima deb o'ylaysizlar? Xuddi shu savol davlat rahbariyati ichki ishlarning o'zlariga. Qachongacha biz mana bunaqa g'arbning yaloqalarini, provokatsiyasini biz chidab yurishimiz kerak? Bu ochiqdan ochiq provokatsiya. Agar bu darhaqiqat vatanparvar, millatparvar, xalqsevar bo'lganida, birinchidan bu orqa sevar ekologiya vazirining yordamchisi, to'g'rimi? Mana qara ey Rasul, mana bu bolalarni qara nima qilyapti. Drift qilib ekologiyani buzmayaptimi, ha? Sen nomusulmon diningni bilmaysan deyman-ku, sen dattavon munofiqsan-da. Farzandingni onasini jalab devdi-ku. O'zingdan bir boshqa narsa yasamagan. Jalab degani yomon gap emas. So'zi ma'nosini bilib ol. Farzandingni onasini jalab devding-ku, sen erkakning jalabi. Mana bunga nimaga jim turibsan? Jalab seni zaif xotining emas, o'zini himoya qila olmaydigan. Jalab aslida sensan.
doimo xalqni hissiyotiga o'ynab, mana shunaqa darhaqiqat qonunni buzayotganlarni davlat, alal xusus ichki ishlar hozirgi kunda to'g'ri uni jazolab kerak bo'lsa ko'rsatyapti va xuddi shunday qilish kerak. Aynan shunday qilish kerak. Sen kabi erkaklarning jalabini aslida bir paytlarda mana shu sen kabi provokatorlar, munofiqlarni o'tga bo'ylab chatanag'ini yirtishganda, aslida sen kabi erkaklarning jalabini o'zingga faqat kerakli joyni olib, konstitutsiya u bu deb bong urasan. Sen bong urayotgan konstitutsiya qaysi dunyoni qaysi chakkasida ishlayapti? Bitta ayt. G'arbni orqa sevara ayta olasan. Eronda maktab bolalarini 100 dan ortig'ini Amerika Isroil bombardimon qildi. Nimaga sen erkakning jalabi ketingni qisib o'tiribsan? Ayta olasanmi? Doimo provokatsiya qilasan. Hozir ichki ishlar bularni to'g'ri qamab, to'g'ri aynan ko'rsatyapti. Sen agar o'zingning vataningning ekologiyasi, qonun qoidalariga agar bo'ysunganingda, befarq bo'lmaganingda, sen hozir mana bunaqa provokatsiyalaringni qilmasding. Kerak bo'lsa bu jazo kam der eding. Nimaga mana bunaqa bo'ylarni mashinalar, nimaga mana bunaqa bo'ylarni bollari xohlagancha qoidalarni buzishi mumkin, ekologiyani buzishi mumkin, jabrini esa oddiy xalq to'lashi kerak. Nega sandaqa tvarlar, sendagi erkaklarning jalabi faqat kuchi o'zini xotini boshqasiga yetadi-yu, lekin aslida xalqqa eng kerakli paytda, yordam kerak bo'lgan paytda sen kabi jalablar, g'arbning yaloqilari ketingni qisib o'tiribsan. Juda yaxshi bilasanki, bu utilizatsiya aynan g'arbga yoqish uchun qilingan holat. Shuning uchun bu holatda konstitutsiyani xuddi ko'rmagandek ko'zingni qisib o'tirasan. To'g'rimi? Erkakning jalabi va sen yana nima bo'lsa-ki, darrov chopib MVDga chopasan. O'zingcha so'z erkinligi deb qachondan beri telefonni kovlaydi u bu. Kerak bo'lsa sendakalarni bor-ku, orqa teshiginggacha davlat tekshirib, yaxshigina bor-ku, bir ot ido tekshirishi kerak. Senlar o'zingning nafsing uchun bor-ku, kerak bo'lsa hamma joyingni sotasan. Shuning uchun davlatga kerak bo'lsa, aynan xalqning tinchligi uchun, senga bu provokatorlar davlatni yoki xalqni buzg'unchilik qilmasligi uchun sen kabilarni ot ido не только telefonini, boshqa joyini ham ot ido tekshirishiga haqqi bor. Shuning uchun xalqni hissiyotiga o'ynab, aynan xalqni ichki ishlarga qarshi qo'yma. Maraz, sendagi jalablarni borki, Alloh o'zi Al-Hashr surasida aytgan. Senki meni unutding, men ham seni unutaman. Senlarni aynan Alloh xorlayapti. Senlar o'zingga kerakli joyda ichki ishlarni yo umuman davlatni xalqqa noto'g'ri ko'rsatmoqchi, xalqni nafratini ichki ishlarga qarshi qo'zg'atmoqchi bo'lasan doimo. Ayolni yechintirish, xalqni yechintirish. Uni hech kim bu dunyoda uni yechintirganmi, yechintirmaganmi isbotlab bera olmaydi. Bunga anu ikkita shaxs va Alloh boshqa hech qaysi bir tirik banda uni aynan ichki ishlar yechintirganligi haqida gapira olmaydi. Bu yerda aynan ichki ishlarni xodimlarni xatosi tahqirlash yoki o'sha ko'rpani tortish ularning xatosi. Qolgan paytda men avvalgi videolarimda aytdimki, qo'yinglar, bu voqeada g'oliblar yo'q. G'oliblar yo'q u voqeada. Bunaqasidan ham azobini faqat jamiyat tortyapti. Xalq ikkiga bo'linyapti. Sen kabi rusofob tvarlar shunday qildilaring. Va prezident atrofida agar haqqoniy do'stlar bo'lganda, hozirgi kunda biz mana bunaqa bir tang ahvolga tushmasdik. Mana akalar, shu Mardikorov bozor. Ishga keldik, topolmayapmiz ish. Ular shuna qilib qaytib ketyapmiz, ish o'xshamadi. Qira sohasi, taksi sohasi o'ldi. Tegiga oldi deydi-ku. Xullas, bilmadim, arina to'lab keladi, qilyapti, qanaqa yetqizyapti. Men o'zim mashinam arina emas, Spark bo'lgani bilan arina emas-da. Lekin men o'zim qiynalib oldim. Ularning dardini eshityapsizlarmi? Taksida nima bo'layotganini, ish o'lgan. Do'stlar, agar shu video sizga tushib qolgan bo'lsa, lentangizda, agar siz arendaga mashina olmoqchi bo'lsangiz, men sizni bu yo'ldan qaytaraman. Agar siz taksidan uzib yuboraman, siz bu yo'ldan yana ham qaytaraman. Aka yoki ukammisiz, bunaqa xatoni qilmang. Taksida ish qolmadi. Mana meni so'zim emas, isboti boshqa blogerlarni ko'radi. Taksi blogerlarni ish qanaqa bo'layotgani jarayonni kuzatib borsanglar bo'ladi. Ko'ryapsizmi, qanchalar odamlar hatto mardikorchilikda ish topa olmayapti. Taksida ish yo'q, boshqa. Ko'plarni eshitsalaring, savdo yo'q, u bu deyapti. Lekin sen kabi tvarlar aynan chiqib olib turib, bila turib ishlar. Rossiyada odam ko'p, lekin g'arbni zakazini qilib, rosa faqat rusofobiya bilan shug'ullandilaring va Rossiya majbur bizlarnikini podryad deport qildi. Mana bu senlarning kasri aslida. Senlarni mana shunaqa chiqib olib turib, sen Shehzod Qudratxo'jayev, Kamoliddin Rabimovga o'xshaganlar faqat vaq ertalardan kechgacha Rossiya yomon. Mana hozirgi kunda aynan O'zbekistonda ishchi kuch ko'p, daromad yo'q va aynan sen kabilar hozir kerosin sepib, davlat bilan xalqning orasida mana shunaqa nizolarni chiqarishga harakat qilasanlar. Bu aynan o'sha g'arbdagi akaxonlaringni zakazini mana shunday qilib, sen ahmoqlar, senda aslida borku savod ham yo'q. Hali keyinchilikda men seni aynan besavodligingni, hali ko'p seni gaplaring bor, o'shalarni men tahlili bilan qilib, qanchalik sen ahmoq bir
chala savod va senlarni borku hammalaringni просто использовать qilishyapti, bilasanmi? Senlar bir одноразовый kanton senlar, bilasanmi? Sen ana shunaqa одноразовыйsan. Senlarni ana shu g'arb konkretni ishlatyapti va tarixda senlar albatta vatan xoini, asl xalq dushmani bo'lib kirasan. Senda agar zarracha vijdoning bo'lganda, lutcha bir kun hayotingda to'g'ri yashab, agar sen darhaqiqat konstitutsiya parvar bo'lganingda, chiqib olib turib, "Ey janob Tramp, sizlarni qilayotgan narsalaringiz, sizlarni ochayotgan urushlaringiz Eronga nisbatan yoki boshqa davlatlarga nisbatan aynan bu OON ustaviga, demokratiyaga qarshi va xalqaro normalarga qarshi deb bong urarding. Yo'inki hozirgi mana bu aynan utilizatsiya qarorini xalqning yonida turib dakansa borarding. Ey keling janob prezident, kelinglar janob vazirlar, xalqning manfaatini o'ylaylik, xalq mana shunaqa ezilyapti. Xalqqa qiyin deb aytarding. Uni o'rniga ko'ra turibki o'sha boyvachchalar ekologiyani buzyapti, odamlarning hayotini mana 3 ta bola yetim qoldi. Mana hali ham davlat endi ularga qarab kvartira berdi, boshqa, lekin otani o'rnini ola olmaydi. Bilasanmi shuni? Sendakalar agar darhaqiqat ekologiyani o'ylaganda, mana shunaqa qoida buzarlar, aynan mana shunaqa qimmatbaho mashinalarni davlatni foydasiga mol mulkini konfiskatsiya qilib, musodara qildirib, aynan mana shu hozir qiynalganlarga berish kerak edi. Mana shunaqa takliflar bilan chiqish kerak. Sen bivshi deputat bo'lsang ham, sen balabol bir. Faqatgina bivshi xotining yo qizingni onasini jalab deya olasan-ku, sen erkakning jalabi faqat tiling bilan sayra olasan xolos, bilasanmi? Tiling bilan sayrab, faqat davlatning ichida mana shunaqa nizolar solib, xalqni ichki ishlarga nisbatan faqat nafratini qo'zg'atyapsan xolos. Sandaka xudo urgan bandalardan ulgurdim. Aslida sendaka provokatorlarni davlat mahkam ushlab jig'ildonidan aslida mana shunaqa nimalarning yonida senlar ham o'tirishing kerak. Senlar na xalqingga foydang bor, na bir nima o'zingni nafsingni deb borku, bor budingni sotgan sen maraz. Bor budingni, vijdoningni sotgan marazsan, bilasanmi? Vijdoningni sotgan marazsan. O'z xalqingning dardiga sen tupurib qo'ygansan, bilasanmi? Katta oyliklarni olib, yoki USAIDdan oladigan grantlarni olib, ko'zlaringni yog' bosgan sen marazlarni. Endi agar zarracha vijdon bo'lganda, hozirgi kunda mana shu haqqoniy qiynalayotganlarni ko'ra turib, aynan utilizatsiya mana bu konstitutsiyaga zid. Bu narushaychilar, qoidabuzarlar, yosh bachchalar qilayotgan mana qoidabuzarliklar, odamlarning o'limiga, yo'llardagi avariyalarga sababchi bo'lganlarni davlat to'g'ri qamayapti, to'g'ri jazolayapti. To'g'ri qamab, to'g'ri jazolayapti. Ularni aynan aslida senlarni ham yo'q qilib, ba'zilaringni mana shunday jazoingni berish kerak. Endi provokatorlar ertaga kerak bo'lsa, O'zbekiston yoki O'rta Osiyo mintaqasida janjallarni boshlaydigan aslida sen kabi itlar bo'lasanlar. Erkakning jalabi.